Şalban geldi. Murphy. Voy, Valijo. Qo'y. Nima Qo'saq bek og'rib ketdi. Xalaxan kirib chiqayman chaqqalla. Og'rib ketdi? Og'rib ketdi. Makasa? Madam. Makasa? Ha. Nima bo'ldi qo'saqlara? Voy, bay atigan ma nashtina bek chiqqib ekan qo'saq og'rib chidimdim qanti deydi. Qaysa? Operatilni ko'rdingmi? Ko'rdim. Program suratga olamiz biz bilamiz shuna. Voy, bilmayman, ama qo'saq og'rib ketdi. Siz chidayalam to'g'rimizda qo'saq og'rib ketsa deyman. Qo'saq og'rib ketdi. Ma qo'saq. O'tdan o'maqshqini o'tdan bütünleş. Obba. Makasa? Azroq chidilsiljima. Qattiq chidib olmaydi adashma. Sizlar bo'lsang chidayalam to'g'ri deyman. Qo'saq og'rib manda o'tgan. Chidamay o'nchilik ishni chidaymiz biz. Chidaymiz. Makasa? O'rindiqni ko'rdimmi? Qiyib qizli o'rindiqni. Turib qo'ygan. Ko'rdim. Sizni ishaga, sizning o'rinlaraja. Top vekili bo'lsin deb o'tag'izib qo'ygan hojatxona vekili emasmi? Bu qachonlik ailasi bu hojatxona deb hojatxona 3 vaqt ishlarni to'qlab yuriydi ekanlar. Va adash kiyimsam bo'ldimi shayga? Kiyimsam deyla uni. Kiyimsam bo'ldimi? Siz qilmay to'yg'izayotgan bal kirmidi. O sana shu qash gapimsa qildirib ketibsan, ta'sirmi qilmaydigan. Ya, lekin mujabirmi ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilib ketdi. Hozir qashqaning esil gaplar tuyuqsizli bir yadim kelib qoldi degan yamma esil. Qo'saqlar bo'shidimi? Bo'shab ketdi. Bo'shigan bo'lsa bo'ldi-ku, ish qilib. Har qitim qo'sqon og'irgan vaqtda qashqa paranglardan 2 misra o'tkazsam bo'ladi. Ha? Ben bunda tuyuqsizlam kallam kelib qoldi-ku shu. Sen bunda gaplan bir choq-choq olsun deb qo'ydim. Amaliyotda haqiqiy Qashqaproq bunudimi güzel, bunu her bir gaplarning tigida boshqa xil bir ma'nolar yoshirilgan bo'ladi-ku. Nihoyatmi güzelda. Masalan, Qashqar shahrining o'zi güzel, masalan shundami? So'zi teximi güzel, odamlar onundan güzel, madaniyati hammadan güzel. Shundaqo? Mush fursatda Cho'lpon keldi programmamiz nomidan barliq Qashqar shahridagi urug' tuqqan do'st birodarlarga qizg'in salomimizni yo'llayotgan bo'lsak, salomat bo'linglar. Vali bu vaqtni bir berib qopti degansan programmamiz bir boshlayib o'tamdi. Ha, ras. Vaqt o'tadi. Unda boshlayveraylik, ha. Xo'sh, bugungi 2021-yillik Murphy Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi yangi soniga alayda taklif qilingan bizningki suyunlik Cho'lponimiz bo'lsa, Şinjan Radio Kino Televiziya tarjima markazininki ovoz artisti, shundaqla tonilgan aktyor bizningki ustoz san'atkorlarimizdan Dixon akamiz, Qashqar o'g'loni Imom Yasin akamiz marhamat. Oy, İmamca! Silokma, şitulma, belem tulma. Belem makam. Ötkücüler. Ötkücüler. Toy kıldın ya? Melik öyle çilak. O tizlik. Çilak. Dama çilak. Özür kögelik tuttum bana. Belem. Obda. Melek kese. Kayanga. Yaman kıyır tutup biliyorsun ha. Şeytanları kıyır köz tutamıyor. Bu jigitçima bas. Işqım çoğ olğandan ayaq aqıb ketib bardı qara. Bu bombaptı bu. Kichik vaqtimda bak kichikdim. Yıllar o'tgan, sir cho'ng'ulab. Aqirib ketdi qara. Muborak olsun Jumat. Muborak olsun. Aka endi bu gapga kelsak, bugun acayip hoş oldum Cuma. Ben lekin ma Cho'lpon keldi programmamizni sizni ko'rib. Shundami? Bu yomon tashki to'xti dedayma bu imon. Shunda aka. Shunda emasda. Jonbeylik qilmagan. İmom kap shunda yumoristik ekanchu. Yumoristik bu mijozni men burun his qilamagan. Men tunji qitim imom ka sizlan telefon baranishgan vaqtda noyt bir xil oqsa tuyulganchu menga. Yoqila. Çima? Mondasi. Bu acaba aka vurma bu imamdan bu ekranda mundalam turgan mı? Turmuş acaba o'xshamaydi ekan deb qolganchu, lekin keyin izchil aloqamiz
ko'paydi ku aka bizniki. Shunday To'xtamay telefon aloqamiz ko'paydi. Garchi 100 tirani ko'rish bo'lmagan bo'lsaqmi, telefonda aloqalish tuduq-yu, lekin yana men o'zim his qilyapman sizning mijozingizni-chu. Haqiqatan turmushda o'ziga tushliq bir uslubi bor. Haqiqatan hurmatlashga tegishlik akamiz ekanligini men texmo shu yaqinda his qilgan. Buruncha. Rost burun faqat his qilolmabdi ekanman. Asta his qilasiz. Asta ma programmadagi endi texmbek his qilamiz aka. Shuningga unda bo'lsa aka ma qitimliq programmada qat'iy jonbilik qilmayli. Andash yo'q. Andash yo'q. Naqli kelimiz, gapni naqli qilmaymiz aka. Naqli o'zinde emas. O'zindan burimiz. O'zinde emas. Esl aka. Unda bo'lsa imomkamni amalan bilimiz shundaqo. Nurg'ulg'an itotlarda bizga xo'shalliqlarni ato qilgan, uningdan boshqa ovoz artisti eng muhimichu, kinolarga ovoz beralaydi. Shuningga shu naq maydonda eng oldi bilan biz qanday o'rlashtirdik desangiz aka, ovoz berish iqtidoringizdan foydalanib, shu ekran qarab turib ko'rmanlarga, maslahatlaringizga, shu ovoz do'ra santingizdan boshlab bir kirib ketsak deb menda bir o'ylab qoldim men o'zimcha. Shundaymi? Biz ovoz yuratgan filmlar endi bakchiq. Bundan palonchi pokonchi deb ariya elib qiyig'ini makallada qilmadi. Endi shu normal tartib bo'yicha bir salom bersak bo'ladimi? Ya salom bermay, shu aslayli aka ishni. Qasd aslaymiz. Shu ovoz bergan kino oldim. Uyga berib keyin deb bersam bo'ladi. Ya anınğa kim bular aka, anın kim bular. Mo'sha siz ovoz bergan filmlardan undas g'arib sayat sonu konu ovoz G'arib sayat 84-yil tarjim qilingan. U vaqt siz tug'ilmagan tekrar. To'rtinchi sinfda o'qitdim vaqt. Rost. Bu haqiqatan aqlga sig'idi bu gapingiz. Aqlga sig'idi. Hozir shunda qilganda 32 yoshlarga kirib qoldingiz aka. Kim? Sen. Ben 32 ga yana bir qo'shib baqa bir nechini. 34-35 lar atrofida unda bo'lsa shundami? Gribal ekan. O'zingni yarasha qo'shmadi, qo'shib bersan. Ay rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa yoshni hozir so'ramay turay, hozircha maxfiy tutib tursin. Unda bo'lsa ekran oldida ko'rmanlarga bo'pti, salomingizni bo'lsin, beriting akamsa. Hammangni salomat bilan obdan tishliq tudinglar. Kamini imom Yasindan hammanglarga seg'inib salom. Men de sizden seg'inib salom aka. Programmamizdan seg'inib salom. Rahmat aka. Unda bo'lsa o'tirib paranglashimdik ya birdan turamdik. Sizlar faqat turib paranglashim kelyapti meniki zodi. Abdujon aylangach paranglashim. Oldu gap qilmadi aka. O'tiraylik bak. Nima? O'tiraylik. Qani. Juqrasa? Sonda kelsak. Çoğlarınız aldı oltamayımız cuma, çoğlar oltağandık olturmaz. Bana özünü bildim, özünü bilgenlik bu ahlak çok bir fazilet çok. Ben de yaxşı ekensin. Qanday akarsanız tezlik. Odan bilen. Ha qanday ödüküllerin çiğlik mi? Özünüzce? Yaxşı. Odan. Şunda ama programını gap qila. Suratkalli degan, tezgapsiz degan. Çiğlik bilen. Bizim işte otladık. Odda oturupsa. Oturup kalmay vakti oturup gel. Şuma? Ko'zaka, mushu imomkam bilan chaqchaqlar sizga ko'ngilli kishku bu. Hakikaten balki ekrandagi nurg'un ko'rmalarimiz shunda kulib o'tirib xo'shallik ilkida ko'rayotgan bo'lishi mumkin aka. Mishada eng boshda men gapni nereden boshlasam bo'ladi deb kallam qaytyapti-ku. Tamtirtib qo'ydingiz aka meni. Unda emas. Raslam. Ya. Ras tamtirtib qo'ydingiz. Ya anda qilma. Kelaveraymi? O'zim qaytib. Unda bo'lsa aka, munda gap bor-ku. Qanday? Siz niye muşu nurg'un ko'rmalarimiz ba'zilari ovoz artisti deb bildim. Lekin ko'p qismlarimiz aktyor deb bilamiz. Shunda bo'otida aka hozircha. Maşallah. Tushunch yuramda. Ya, shunda bo'otida. Gapning oxirigacha aka. Biligi tepmay. Gaplar. Ekran oldidagi nurg'un ko'rmalarimiz sizga endi qiziqadiganlarmi nihoyat ko'pchu. Shaxsan bizmi shuning ichida shundaqo. Mushu balaliq vaqtlaringizga bakrak qiziqimizchu. Zod bu imomkamning balaliq davri qanday o'tganda ve kepsizmi dosh? O'quvchilik davrida bunda bir kepsiz ya qizlar jiq chachiraydigan yoki quloq kesdi bir ballar bor shundaroq mikida paraz qildim men endi. Bu ras ashundami ya boshqacha bir hikoyalar bormi? Yo'q, boshqacha hikoyami yo'q. Endi Deganim to'g'ri. Men Qashqa Maralveshi noyisining Ovat bozor tug'ilgan. Shu boshlang'ich maktabda nihoyatda bir sho'xliqim bo'lish kerak endi. 3-sınıf vaqtimda Valla bayramı bo'lsa kerak shu. She'r dekilmatsiyaga o'qituvchi meni chiqarib qo'ydi.
Hayatınızdaki tuncu sende. Tuncu sahnem. Men ma gapni nait egir dansap bunda jınglap qiladigan bir gapim bo'lganda ekan, dikilmasiya nait yaxshi qilgan men to'xta. Ha. Keyin cho'g'anda uxsam. Chiqqandan keyin adab bu dikilmasiya qilib etib, hop bir qizirib ketdim ya. Öpgidek Va yozib olgandan keyin taqimi qizirdi ekan men. Savoqdashim avoy kulib, menda chavakni chaldi adab tushib ketdim. Qattiq bir xil bo'ldim-da endi. Hayajonlandim. Hayajonlandim. Sho'b chulaydi hayajon keldi. Anandan keyin maktabniki o'zi ishimiz san'at kurjiki deydigan gap paydo bo'ldi shu vaqtning o'zida. 83-yillarda, 84-yilda. Maktabning shu yilqi bu pionerlarniki etritning bu ishlarda xor etdimiz endi. Umumiylik mujda bir ishlarga qatnashib shunda qilib, savoqdashim deydi sen bir qiziqchi deydigan. Tam qiziqchiligimning nada ekanligini o'zim uqmayman. To'liqsizga chiqdik, to'liqsizdimi? Şu başlangıçtan tatip, yili sınıf başlığı olduk, yili ügünüş başlığı olduk, yili turmuş eğitti degandekçi. Lekin yaxshi o'qigan. Yaxshi. To'liqsizda mana ayet obdan jalliq o'tirdik. To'liqsiz o'qiyotgan vaqtimizda maktabda ma'lum bir faoliyat o'tkazildi. Shu 5-oyda umumiylik tan tarbiya faoliyati oldu maktabda. Yundunxi deydigan. Shuni tabriklash munosabati bilan maktab bo'yicha moralashlaylik 3-chi o'tirdi. Sınıflarındaki sanat kurjiki, sanat faaliyeti ötküzüldü. Sınıf müdürümüz meni sen bu sınıfdaki işine, bu sanat işine sen mesul olup, sen teşkilleyse dedi. 7. sınıftık vaktimiz var. Hadi bunu teşkil edik. Mektepte şu sınıflar ara uyum boğandayken 4. boptimiz. Vay dep sen ait yaxşı, sen tırış dedi. Hadi dedik. Toluksuzlu bittirdik 88, 89. yıl toluk çıktık. 89. yılda Mektep boyunca umumiylik milletler ittifaqlığı temi kılıngan bir sanat faaliyeti uğurlaştırıldı. Bu vaqt yani şu toluk oturduk o'qituvchim, imam sen bu ishni qilmasang bo'lmaydi dedi. Ma'qul. O sinfdagi bola cheklik. Gada bir sog'dishim bilan lapar o'ynayman men. Usuldimi talantınız bor da? Ya, naqshini bosh qiziga yetkazib usulni o'zim o'ynayman. Adab o faaliyatla qatnashdik shuni bilan bu maktab bo'yicha bu san'at alayidiligi va qatorida endi savoqdashimizninki ichida maktabda cho'lpon hisoblanadi. Ish qilib shunda bir atilib ko'z ko'rinib qoldik endi. Ammo obdan o'qigan maktabda. Qat'iy kepsiz emas. Yo'q. Ma'lumda bir vaqtim tayoq yeb baqmagan. Qat'iy mukofot oldi. Necha pul mukofot oldingiz? Pul yo'q, xotir deb tayyorda. Savoqdash imom Yasin siz manchil o'qish mavsumida ishti yaxshi bo'lib bog'langaningiz uchun, ilg'or bo'lib bog'langaningiz uchun, turli faoliyatlarda ilg'or bo'lganingiz uchun deb mana xotir berdi. Davomli tirishing degan gaplar. Hadi shahodat nomi deb berdi. Bunu yurtda mana shu. Unda biz mening o'ylig'im xato ekanda, mantiqsizni bak nachar o'qigan deb o'ylabdim men o'zimcha. Döt edim ertulamaydi. Biraz. Demak bizmi shuni ishidida. Ha. Juma? Rahmat chavakkildi juma. Yarışar miqyosidagi bu san'at sohasida shug'ullanganlar jihatlarning ichida san'at kasbi bilan shug'ullanganlarning aql bilinmasini yuqori deydi ekan-ku. Tadqiqot. Haqiqat. Mesela san'at kasbini qilganlar boshqa kasblarni qilib qolsa mana joyida qila oladi. Kirishib shuni ko'disdan yaxshi chiqib bir natija qozona oladi dedi bir gap. Ma gapga chavakkil. Unda bo'lsa maktabdagi jarayonlarni bilib oldik. Lekin masalan shu ota-onangiz jihatdan-chi sizga masalan hozirgidek bir o'ringa chiqishingizga bir turtki bo'lgan kasbiy jihatdan yetaklagan ishlar bormi yo'qmi? Endi men kichik vaqtimda maxsus yetaklagan ish yo'q. Shunda o'ylasam, dadammi shu vaqtning o'zida tunji turkumdagi traktorchilar, dadam 60-yillarning tunji turkumdagi traktorchilar. Dadam shu vaqtda ham jigonde deydik, mana yezgiligini mashinlashtirish punkti deganlikka boshliq edi. O'zi nayta o'yinxuma, kulk chaqchaq. Shu vaqtlarda azitol dudam chalalayotgan dadam. Undan boshqa Maralveshi Avat deganimiz endi Do'lanning asosi yurtlarining biri. Atrofimizdagi muhitda nayta cho'ng bir quyuq san'at va bir muhit bu. To'y-to'kin bo'lamdi, bir o'ltirish yig'ilishlar bo'lamdi. Alayda bir qizg'inlik bor.
Alayda yuqur bir keyfiyat bo'ladigan. To'yliq verib qalsaq, eliqi cho'nglar va do'lan muqami deganda chaladi. Hozir el rasmdagi chiqarib qo'ydi-ku u yerda. Biz kichik bo'lsak, yugurib yurdik, eliq o'tirdik. U yoqdan bu yoq guldir. Demak, shuningmi ta'siri bor ekan. O'tirib chiqib boshqurgan yigit boshlar bo'ladi-ku. Shularning ishini qattiq ta'sir qilib kelgan. Dadammi shu yurtning kamda oqsoqil buvammi shunda. Bu ishlar shunda bo'lgandan keyin tadrijiy bu bilib bilmay san'atga bo'lgan bir ishtiyoq bir o't yurak tutashgan ekan. Esimda qilishcha men mush boshlang'ishga kirgan vaqtim yoki kirmagan vaqtim. Bir kuz faslida nohilik san'at umiga Avod bozor o'yin qo'yib boradi. Shu yerda birisi qor kostyum burilka, oq ko'ynak, qor betinga, beshida bir chiman do'ppa. Bu chiqib shunda bir naqsh aytdi sahnada. Bu bir o't tutashdiki, shuni turqa qarab, ay naqshga qarab aytdi. Pah! Bir naqshchi bo'lmaydigan bo'lsam deydigan bir o't ishtiyoq tushdi. Nadan gudek sabiy go'zal vaqtimdagi bir hissiyotganda bu. Bu naqshi deganda g'azab baxt tuyuldi. Keyin zodi bir naqsh bo'limi dedim. Ha deb 83-yillarga kelganda 82-yilda taqdim ishlik bir loyim bo'ldi. Turli unalg'ular, qor deydidoq, anadagi Şinjan Unsur nashriyotiniki nashr qilishi bilan nurg'un bir turkum xalq naqshillari, turkum naqshi plastinkalar chiqib boshladi lentalar. Buni anglaymiz uyda, kech kunduz degandek anglab ketdimiz bunda. Bu naqshining ishtiyoqi shunda tutashdiki, keyin bir 87-yili bu sene şu anki imtihan ağıl kapta deb berib, imtihan berib baqsam uytanmadim. Fusulga yurib baqsam Badr cho'ngib ketgan buni cho'ng bo'lganda. Muzika berib baqay desam, muzika hech nima chalanmaymi? Şunlar deb ketdik. Ammo naqsh bo'lgan ishtiyoq chiqmadi. 90-yilga kelganda bir og'aylarimiz bilan naqsh aytadigan, muzika chaladigan bir og'aylarimiz vardı. Naqsh aytib baqay deb muzikani chaqırsam, muzikani chelib to'xtab qildi. Mayma yüzemning hissiyotini o'qib ketmay naqshini. Oxir dedi, adash, ma'nim ba dumbaq tushib o'qiysa dedi. Naqsha oyanda qoladi ekan, muzika moyanda qoladi. Şunlar udarga tushamaydi Hashim bor ekan. Hopla dedik. Lekin naqshni anglashdan zerikmadim. Ammo lekin yaxshi anglay olasiz a? Rasmiy tetib anglayman. Shu vaqtlar nima naqshlarni aytgan ekansiz? Shu udarga tushamaydigan naqshingizdan birini anglab baqamdik. Yo'q, o qasaqchiligim esimda yo'q. Aniylik bir barham yeb ketgan esimda qolmaydi. Bizning oilaviy muhitimizmi nayt qizg'in. Sizlar necha bola aka? Jiq emas, aran 9 to'q. Jiq degil olmaydi. Ro'sazga bu bo'lmabdi bu. Yana 19 qo'shildi. Asli 19 olmoqchi ekan. Onammi nayt tashina bir gaplarni aytdi. Qisqas deydigan ayoldi. Dadammi shu. Birimiz bir xatolik o'tkazib qolsak, biz nima chiqmanda qilsa emas, biz nayt ekilib shuni tushundirib bizga ay xato qilganimizni futurib qo'ydi-ku. Bizga var jar yoki taraqtur bu ishlar kam. Yoki o'zi bir hikoyatni yoki shunga ma'lum bir munosabatlik bir-birini deydi, qiladi, shuning bilan biz tabiiy holda yeyilib ketib qolgan shat dedi qanaq tushib o'zimizdan shivlamamiz. Shuning bilan endi bu 91 yil imtihon berib qoldik sana shu yangi. Yana o'tamidingiz. Mendan boshqasi o'tamidi. Maqitim o'xshamaydi. O'xshamaydi. Nimadan bergan vaqtda imtihon? Bu qaytim dramadim. Bizning mana shu yerda Nijat Tursun deb bir o'qituvchimiz bor bizning sinf müdürimiz. Bu o'qituvchimiz 91-yili imtihon elishdan burun o'zining uyi Qashqar shahrida bo'lgan ekan, uydagilarni yo'qlagach, Qashqar shahriga berib, Maralashida bir og'inisi bor ekan. Ko'rishib keladiganqa bir haftadak vaqt bo'lgan ekan, imtihon oldiganqa. Muyda keldim degan, onda o'z bizning Maralashdan bir ko'rib baq deb og'inlar deganki, ma'qul deb birinchi o'tirg'iga chiqdi. Sinflarni ko'rib, sinfning eng oxirida deyman. Turib siz turing dedi, tursammi da, turib ismingiz nima falonchi. Shundaki imtihon qatnashing dedi. Ha dedim. Odatda sinfning oldida o'ltag'illa san'at kesib qilmaydi-ku. Qandasiga? Qataning oldida o'ltag'ilni bo'yib baka san'at. Oldinglarmi?
Birisi noit eskisi, yana birisi ders yaxshi keyin o'ltirdi, bu ikisi o'zib ko'ralaydi. Abi yerdan deganda ekan bu muzika va boshqa jihatlardan toza emasda. Ammo hamma faoliyatda men bor. Maktabniki barliq san'at faoliyati Imom Yasin bo'ldi bu yerda. Qatnashdik, imtihonni elib buni ma'lummi gapni so'raverdi. Liq o'quvchi va maktabniki shu vaqtdagi zalida. San'at cho'yandan o'quvchi og'li kapto. Nech odamni ko'ribdi degan qator hammasi imtihon berish kirdi-da. Zalliq navbat bizga keldi endi. To'liq 3-yillikning ballari. Ha, ko'rib, ha, ismoz nima. O'ng'ich orliqda so'rib oldi. Anlab turmida qanday gap so'rayotganini. Buni deydi. Bu javobni kelsa adabda kayfiyati tutqunilgan qo'y odam. Bo'ldigan bo'lmaydigini. Ha, siz keling dedi. Ismoz nima? Imom Yasin. Ha, qanday menda. Nemish qila olaysiz? Nemish o'z qilma. Muzik chala olamsiz? Çalma. Onun aldı bir o'qituvchim qulqini pichir bizim deb qo'ydi-chu. Hozir deb bir buni. Men chala olaysiz dedi. Men chaldigan so'z bu yerda yo'q-ku. Chala nima so'z danga? Gangching chalamsiz ya dutami tamburmi emas bor, bir şey deb ekilmas. Odam chalma. Da, hozir nima chaldi? Da, dedi. Pishtek chalama. Desem bu qiqqas hech kim o'ylamagan bir gap. Yana nima qilasiz dedi. Mayli, nima bo'lsa desam, anda bo'lsa, men sizga hozir bir nima qilaman. Siz mush bo'yicha qilasiz. Deb turasiz, sizda bir xatni yozibla, "Van e'lon, siz mush kayfiyat bo'yicha buni dedi" deb. Unda kirsam, siz sanashanga qabul qilindingiz degan xat turdi. Rasman. Sekrep vaqirab shundoq sho'g'ini ifodaladimda. Shap diye taqqa deb shunday qilsam. Siz bu dojon xato ketib o'tmayapsiz. Taqdir sen beni hech qatam oldidan. Desem yana bir qiqqal. Şunolar imtihonmi? O maktabda mingdan ortiq o'quvchi bo'lgan ekan, ondan bir 200 qatnashilgan gapkan. Adab men yana bir savoqdishimiz, ondan rasmdan, go'zal san'atdan. Ondan bir ikkisini ko'rgan bo'lib, hamsi netchinglar shu imtihon belgili Qashqarga beringlar. 3-ayning nechisi dedi, ma'qul dedik. O Qashqarga olgandan karomat bor yani. Cho'ng ustozlarimizdan endi, o'qituvchilarimizdan. Mayra Zakir, Tuyg'un Ahmadi, Nurdin Abduqodir, endi mush Nijat muallim, ovozniki, naqshi, nama boshqa kasblar bo'yicha hammasini bor edi. Bizning kasbda mush o'qituvchilar beribdi. Bu yili 91-yili Abdunum rayon bo'yicha Ili oblastni markaz qilgan Ili oblastlik maxsus teatr drama umkiga maxsus o'quvchi tarbiyalash. Buni moslashib, andan keyin Abdunum rayonining boshqa joylaridanmi qabul qilish o'rinlashtirilgan ekan. Biz Janubiy Shinjongni nuqta qilib, Oqsu, Otush, Qashqa, Xuta 4 viloyat oblastnikini Qashqarda oldi imtihonni. Hozir ko'z oldimda o imtihon maydoni degan. Qashqa viloyatlik maxsus teatr umkining zalida olgan imtihonni. Mo'tayivata. Bir qaynam toshqinliq o san'at umkining ichi degan ay chidili odam, ay muzika deganda chep ketib bardi, varang'ishib gitar degan chaladi. El quvvat, men qarsam hech nima. Dedim, lekin ishimda qattiq bo'y vermayman-da. Deb chachrab turmayman. Dadam dadam da o'ltirib, bu qarshi naqshi degan o'qiyotgan vang. Ettigen saat 8'de berip olgan imtihan meydaniga tushdan keyin Şinjan vaqti saat 4:30 navbat bizga kelmadi. Her 5 grupdan 5dan gruplab ekirib turdi, kirdi 5dan. Ha, menda aylanib mangadi. 4:30 bo'lganda bizning grupga keldi. Ruhimiz degan qattiq tushib ketib bardi. Ay marab turibsa derizdan unda o'qituvchimni avlig'imda qildi. Dadam bir yanda o'ltirib Kemsek mi boptu? O qiziq. Ilk itoat deydigan nimani tushunmagandiki, shu kuni tushda imtihon elyapti-da. Oyada bir bizning jutuq bir hadimiz bor-da. Nima tayyorlik qildingiz imom dedi. Men she'r bilan masal tayyorlik qildim. Chop itoat degan dedi.
qanda o'ynaydi it o't deganni. Keling men sizni uyutib qo'yay deb, ayol o'tirisidagi bir kichikkin voqelikni, iri sovuqda eshikni oldida saqlab turadigan ochqich yo'q, xotini to'yga ketib kelmayotgan birini deb birdi. Ashat yarım soatda adimizdan ugunib pechat olib mening tayyorligim puti deb turmadi men. Oşta iştik. Anadaki yatak verip 5 qitim mashq qilgan bo'ldim tushda. Dadamning kayfiyati degan shunda bir afsuslik bor. Men dirang turmayman menda. 18 yosh vaqtda bu. İmtihan maydoniga kirdik, navbat biz keldi deb. Boshqildin ismingiz nima deganni 5-6 qitim so'ratqizdi-ku. Ismingiz nima? Falan. Ha? Anglamadim. Deydi falan dedi. Aşağı belgeni etkenço aslında. Şimdi alkırdık ha. Mayra Zakir apamız sordu bizden. İsminiz ne mi? İmam Yasin. Tuygun kemşine oldu. Bu yıl neç kilo da? Dimitri 78. Şimdi tohta yalgan etme. Dağın yüzü kopup. Mıtır koydu. Ras 79 kez sen cuma. Hiç kimden sorumğa sualını menden sordu. Abiyatın sen sorğandaki sil neçi bala. Uyandakiler nimiş kılıdı. Sen kanda, anda. Dep mi gapni so'rab. Shu yili endi shu Janubiy Shinjongdagi to'rt viloyat oblastdan men hozirgi xizmatdoshim, saboqdoshim Iminjon Eli Almas degan ovoz artisti. Andan xosiyat Qurbon bilsizlar. Shu Janubiy Shinjongdan uchimiz tanlanib keldi. Jami 1,5 mingga yaqin o'quvchi imtihon bergan shu dramaga. O'quvchilarimiz nayt yuqori talab, yuqori o'lcham bilan imtihon olgan. Qatlamma 6 qitim imtihon olganmiz. 6 qitimlik imtihondan endi o'tib, sinashgan qabul qilindi. Ata bilgimce atıda şu vaqt oynağa it otunuz qanda it ot o. Qanda doğru bering. Hozir o'zim til qilmam bunga. El dedim qo'y. Bak qish o. Deb qaraymi kelmaydi, qaraymi. Ne ketgandim ma xotinni. Deyman. Antikin xotin kishini o'zim o'ynaydi g'ayrimman. İşkişlik itoatni bir adam o'ynagan gapaman, bilmagandik. Antikin andora paviye ya. Turibsiz qo'y, o'ynag'oding. Moyoq qo'yib, ani moyoq qo'yib, mana deb, deb kirib ketgandik. Ajab tongdim. Mana, chaqqush deb kirib ketdik, shuni ular tugidi. Sen bu az to'liq shu vaqtning o'zida bir kasbiy elementlar menda bayqalgan cheg'i. Shuni ular o'qituvchilarimiz andan deb. Rahmat aka, rahmat. Biz 95-yili o'qishni bittirdik. Bitirgandan keyin Urumchi shaharlik televiziya stansiyasining tarjima bo'limida bir ayirma uyada ishlagan bo'ldim. Ondan yurtga qaytib, Maralveshi Naylik radio televiziya idorasida diktor, muxbir, taqich bo'limida 6 odamning banjini bo'lib ishladim. 4 yil radio televiziya idorasida. To'lib ketmagan vaqtlaringiz kanda? Men 93-yildan boshlab ekronga chiqishga boshladim. Demey turiblam. 93-yili mush o'qituvchilar bayrami munosabati bilan Urumchi shahar televiziya stansiyasi Sayvoq rayonlik ma'rif idorasi bilan birlikda o'qituvchilar qonundan zehn sinash bir faoliyatni o'tkazib, mush hozirgi Xonxalodagi Denshingonning bir zali bor edi. Shu yerda o'tkazdi buni Sayvoq rayoni bo'yicha. Shu yerda 3 avlod degan bir itotni o'ynadik bu savodishim bilan. Tunji itot. Tunji ekran obrazimiz. Ondan 94-yilga kelganda Shinjong televiziya stansiyasininki ayam kulkisi Qurbon aytliq san'at kechiligida kelin bir mehmon bor bilasizlar. Hammadamni o'chirib olgan bir yo'q. Qamratga. Qamratlar. Muhammad Ro'za akamizningki qalam ostidagi qiyin va oson degan kuldirgan o'yindik. Da popotang. Ulan nimde taqalmadı ya onda olsa biz. Bekcik taqal. Sen tug'ilgansan taqal. Men shu tug'ilmabdim arası. Qachon tug'ilgansan? Men 2000. Ne girib qo'ypasan? Anda 95-yilga kelganda Shinjong ismli televiziya stansiyasi bor edi. Shuningki yurak sadosi alaydi programmasida Cho'lpon xumo qiz deb o'ynab qoldik. Siz qizni o'rni. Cho'lponning yaldamiz. Dadsa.
Shunday qilib, 93-yildan boshlab bizning ekran hayotimiz boshlangan. O'qish jarayonida biz nihoyat cho'ng asarlarni o'ynadik. 12-kecha. Siz kecha bo'lib. Biz o'qiyotgan vaqtlarimizning o'zida cho'ng asarlardan masalan G'uncham, uningda men Umar Shoyonning rolini o'ynayman. Anandan keyin Gunohsiz jinoyatkor, uningda shu bosh rol Grigoriy Morf degan. Shu Morf. 12-kechada biz Ebijo o'ynadik. Kinaz. Bu chet elning asarlari. Ash 12-kechadagimiz ma o ko'rganman. Shekspirniki asri. Gunohsiz jinoyatkor deganimiz sobiq Sovet ittifoqining Rus yozuvchisi. Shuningki asri. Keyin ulab ishlayverdiz. Tonlayverdiz. Ulab ishlayvermadi, ulab ishlanib ketdi. Shuni nim deb ketsa Qashqarga. Alayda bir sabab bo'lib qoldi. Endi taqlab ketay desam sen ko'chalab qo'yding buni. Shu vaqtning o'zida endi 95-yili bizniki rahmatli onamiz qayta tushib qoldi. Uyning ishini qarshilag'anlar bo'lmay qolib qoldi. Cho'ng akam shoför shu Naylik Sahya idorasida. U aldirash ishlar bilan yana bir cho'ng akam o'qituvchi, bolalar kichik, u ish bilan aldirash bo'ladi. Siz nechinchi? Men 6-so'lim bo'lniki. Endi bir enim 2-so'lim bor, bir akam bor, 2 akam, 3 akam borda. Cho'ng akamiz dehqon o. Endi meningki cho'ngim Shinjang Naqsul umigida usulchi Yusufjon. O akam bu yerda. Uyning ozdil atdigan axşam eg'inik ishlarini qiladigan birisi bo'lish kerak ekan. Dadam yolg'iz qolgandan keyin, eng avval shu ota-onamizningki xizmatdan qilish yururkan-ku bu hayotda. Boshqa ishni qilib bo'lmasak berib bir xizmatda bo'laydi. Bordik. Dadam bilan shu bir uyda turdik. Endi 96-yilga kelganda biz Maralash Naylik Partkom hukumat Shinjang televiziya stansiyasininki ishlashi bilan Shodliq cho'mgan Maralveshi nomli cho'ng bir badiiy san'at filmi ishladi. Uningda yana bir dehqon o'rni. Qas chiqaryapti. Guman deydigan. O'ynadik. Diktor bo'lib ketdik 3 yil, muxbir bo'ldim. 4 yil shu radio televiziya idorasida, radio stansiyasi, televiziya stansiyasi bir endi shu xizmatni o'rtaq qilamiz shu 2 stansiya. Bir idora olgan ekan. Demak, diktorlikdimi qila olasiz? Iqtidoringiz bor. Qipqa kandas ko'rib qilay. Nimani? O'sha naq maydon diktorlikni. Masalan, shu programma hozir shunda o'z yo'lida yaxshi ketib bordi. Xalqlar yaxshi ko'ryapti. Davomlashmayapti. Bugun Imom Hasan akamiz qatnashdi. Hasan degan kim? Dadangmi? O'zimni rost o'zimni qolmaysiz. Ikkimizning dadasi bir bo'lmiz. Ben bayram qilib Tazbir tutilgan yer topolmayapti. Tutul bir silkib etsan. Hadi 2000-yili 7-oyga kelganda, 2000-yili 7-oyga kelganda. Gapni burma. Bo'ldi. Men o'zimniki shu burun idoraga ishlamniki deb qo'ydi endi. Yoz vaqti 6da, qish vaqti 6:30da, degan soat 6da, yarım soat burun berib apparatni ochimiz. U vaqt degan shu kona apparatlar bor. Mushu sahani qilayotganligini biladi. Shu kasbni qilganligi chin ko'nglimdan ehtiromimni bildiraman. Japolik apparatni ochimiz. So'g'oq apparatni birdam qizitimiz, qizitganki nima bo'ladi? Tarangni ochimiz. Tang ta 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 tang 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 ta 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 tang. Tashvay müzik qo'yiladi. Endi Maralash xalq radio stansiyasi. Hozir atganlik xabarlar programmamizni boshlaymiz. Deb boshlab ketamiz, shuni o'ylab o'qib ketamiz. Tugadi. Bo'ldi shunchalik. Rahmat aka, unda biz o'sha ovoz artistlikni qachondan boshlab boshlagandingiz? Ovoz artistlik asosan bizning o'qigan kasbimiz bir turi endi. Bir turi ya. Bir turi. Sahna tili darsi o'tilganning o'zida tabiiy so'zlash, jonliq so'zlash, tovushlar aniq chiqish, qarshi tarafga maqsadni aniq bildirish, tushundirish talab qilinadi-ku. Masalan, tez so'z mashq deydi, hozir tez so'zni qilib olmaymiz-ku. Masalan, o'yin qo'yayotganda 1000 odamga yetkidek ovoz bilan chiyqaroq sat emas, sen sahnada bo'sh gap qilsangmi, adam anlayolg'idek nafasning kuchi bo'lishi kerak, ovozining kuchi bo'lishi kerak degan talab qo'yiladi. Oddiydek tug'an bilan bu ovoz artistlik kasbi, murakkab kasb. Bu xuddi bir shopir yo'lga chiqib hamma a'zolarini ishiltib ma'mus chataq chiqqandek, ko'z bo'lish kerak, quloq bo'lish kerak, inkas bo'lish kerak, tiniq, nafas, put-qo'l. Yani biz yerda sakrab berib ketmasakmi ovozni? Hissiyatga kelish kerak. Ekrandagi chiqayotgan artist ajr qilib rolga chiqdi. Shuningki qanday hissiyatda,
qanda bir kayfiyatda bo'layotganini biz ovoz orqali obraz yaratadigan ish var. O obrazın texmi kuchaytirish kerak shunda Albatta. aka. O'ynaga obrazdanmi ovoz sifat nachar bo'lib qolsa, yana mag'lub bo'ladi degan gap bor. Albatta. Masalan, bizning ustozlarimizdan ovoz berganlarni, masalan, g'arbga sayohatnichi Xanzuchisidan yaxshi ovoz berilgan deyilgan shu vaqtning o'zida. To'g'ri. Bak yaxshi. O'z vaqtidagi Suv bo'yida qatorliq filmlar. To'g'ri. Bu ovoz kasbinimi hozir ham deylik o. Shunda qarang'i tushishdan qarab yuradigan ish atlashmaydi. Kasb cho'qim hurmat bilan, To'g'ri. muhabbat bilan, izzat bilan muomala qilish kerak. Odam o'zining qilayotgan kasbiga muhabbat bermasa, hurmat qilmasa, hurmatini oshiradigan, qadr qimmatini oshiradigan darajada ko'rmay, jinni baqadigan qatorida ko'rib qolsa, bu qilayotgan kasbim shuni o'sha jinnini beqib berdi. Joyida qoladi qolgan ish. To'g'ri. Rahmat aka. Men ismini bilsam qara. Ovoz artisti bo'ladigan zirat ko'kidan ma'lum degandek 83-yillarda kino studiyasiniki tarjima ishlarına jush urib rivojlangan bir mezgilga kirgan. Shu filmninki oxirida 5ida so'zlaydigan gap bor-ku. Bo'lib eng oxiri qattiq ta'sir qiladi bizga. Kino to'liq ko'rib o'ltirib yodaladik. Buni ko'pinchalik tushuntirishni turg'un İbrahim qatorliq ustozlarimiz tushuntirdi-da. Bu filmni Şinjan Uyghur Abdunum Raylık kino film tarqıtış qo'yish şirketi magnet yalıtıp köpeytip tarqatdı. Tercüme qo'g'uchi Muhammed Turdi. Ovoz rejissori Rajab Taji. Ovoz bergüchilar Turg'un İbrahim, Kamil Tursun, Maliki Muhammed, Arzgul Muhammed qatorliqlar hammasini deydi bu. Mush ovozni doğrab lo'yin qildim men uyda. Oqshimi kinoni ko'rsam, attigini uydagilar yo'q vaqtida bir o'g'chir olib lo'yinni besib shuni lo'yin qilib o'ynaydim men. Nima degan jaronliq, nima degan ovoz deb. Ovozingiz rost peyzgejim aka. Men dispatim. Shunda doğru aytdik. Keyin ustoz diktorlarimiz Markaz xalq radio stansiyasida Abduqodir Hashimnikini doğrab diktorlikqa vaqtimizda o'qiydigan bo'lib ketdik. Markaz xalq radio stansiyasi. Anadagi aka mush aktyorlardan cho'qim bir doğrash iqtidori bo'lish kerak shundaq aka. Albatta. Unda bo'lsa aka gapni yig'inchoqlaganda siz 95dan keyin kirgan bo'ldingizmi idoraga, ovozga? 2003-yildan boshlab rasmiy. 2003dan boshlab rasmiy kirdingiz. Shu vaqtlardan boshlabmi itotlarni to'xtatmadingiz aka? Bizning o'qigan kasbimiz drama. Drama aktyorlik. Turli kechiliklar, turli faoliyatlar, televiziya stansiyasining Abdumrayillik shaharlik va boshqa bu faoliyatlarda endi bir qism itotlarni o'ynadik. Anadigan bu bir filmlarda taklif binoan bir qatnashib bir deganda. Hozirgacha. Fursatlar bo'lsin. Lekin aka hozir his qilishimcha itotlar bek ozlab ketdi juma. Uzun choch quyog'idan faqat itot chiqmaydigan bo'ldi. Ya itotqa chiqmas. Birisi mana yaqinqi mezgildan beri xizmatlarimiz sal aldirash bo'lib qoldi. Xizmatlarimiz jiddiy. Shu yozg'uchi deymiz, qatorliqlar jihatda sal bir kamchilik, yetishsizliklar bor. Yoshlarimiz o'z oldiga yetishib chiqyotdi. Sahna bo'lmagan sharoitning o'zida ekronga o'tkaldi. Ekran toza masish bo'lmagandan keyin mikro tipdagi filmlarga o'tkaldi. Bum bo'lmagandan keyin yumorlarga o'tkaldi. Ammo shunday qilib ketib bordi taraqqiyot. Bo'ladi-da. Lekin aka biz taqozo juma fursatlarimiz cho'qim xizmat qilamiz. Bu yaqinda aka ishda planlar bormi yo'qmi? Planlarimiz bor. Hozir endi aniq kesib bilmaydi olmaydi. Hozir shu ovoz artistini bakrak tutib ochishning bilan bo'lib qolyapti. Mana shu naq maydonda unda siz ovoz bergan filmlardan birini bir oriyaq do'rab bersangiz bir huzurlansa qilmamda aka. Dabbadim bo'ylar. Kino deymamda, kino, televiziya, teatri degandek. Da bir obraz. Faqat ism kelmaydigan ish va yo deb qo'ymaydi ekansan. Faqatlam aka. Faqatlam. O'ylab baqsam, nimani o'ylayman buni? Bahubali. Bahubali siz berganmi? Bahubalining ko'li qudadi savog'i. Bunda ma'lum. Ballar. Sen apangni o'ldirishing kerak. Sen chiqadigan o'rin u ilmni chiqardi.
Yani bize doğrat olsak vuruyu tuttuğun çırak. Kögemi bahubadın. Öyle Bunda alalım. Şu kinonun avazındaki peyzi. Bana tesir kan kinolarından birisi şu aşk kinomu. O filmde naiti yuqur sifatda, yuqur kasbiy talab bilan ishlangan film. Asabiy mastonini mi qatnash qamakasi? Asabiy mastonda men eliq qizchaqni dadisiga berdim. İsim kelmedi lekin. Asheliq bir qizchaqni dadisi. Tillay nima qilganingiz bu? Biz ketimiz bu yerdan. Qaveramda efendim. Ovozingizga. Peyzingiz nima? Lekin ovoz bergan vaqtda chivingiz yo'q-ku, tamsa. Ovoz berganda o'rtaq til talabbuzi bo'yicha beramiz, baqma. O itotni mana shunda o'ynab boqsangiz bo'lmamta? O'rtaq til o'ynaganlarimiz ko'p-ku. Nada? Ko'may Rahmat aka, nurg'un xo'shaliklar ato qildingiz. Hamda eng muhim savolga keldik-ku. Yaqindan men sizga diqqat qilib boqdim. Qilayotgan ishlaringizni diqqat qilib boqdim. Kasbiy ishlardan sirt, mush tijorat yo'liga kirib yetibsiz-ku. Asta-asta putingizni bunda so'zib tiqib yetibsiz-ku. Shunga men bunda qarsam, hasal yesang bo'lmaysa kasal deydi. Shu. Qanda olib tijoratchi bu yo'liga kirib qolay deb qoldingiz hamda bu aktyorlikdan yo ovoz artistlikdan faqat pul topmadingiz. Ya asalning foydasi chiqmagan. Adam bir kasbni qilgandan boshqa o'zining bir ma'lum bir odamning bir ichki jihatda bir qiziqish nuqtasi bo'ldi ekan-ku. 2013-yil bo'lsa kerak. Bir avtobusda ketib bordik, bir enimiz bor, Aqtamjon deb, Shinjon kasbida shu. Paranglashib ketib berib, aka, sizning obrazingizni ayt obdan. Sizning shu bir tijorat sohasiga kirishib boqqan bo'lsangiz, mas'uliyat nasibdagi bir kapolatlik qilib shuna qilib boqqan bo'lsangiz deb bir qidiqlab qo'ydi-ku. Ha deb xiyolimda kelmaydi. Hamda biz o bir mochani, ikki mochani qilish xiyolida yo'q. Lekin qanday qilsak sal bir jiqroq kirim yaratib, turmushni paroliq qilamiz deydi qilishimiz bor. Ketdik, to'yiqsiz 2013-yilga kelganda bir ish bilan bu asalchilik kirishib qoldik endi. Anda uni qildik, buni qildik, sotdik degandek. Andan cho'ng achamning o'g'li, sen endi bu xalqdan olgan bir odam bo'lgandan keyin seninki obrazingda biz shu bir marka qo'yib asal chiqargan bo'lsak dedi. Bo'ladi dedi. Anadan keyin bu jiyanim andan Shinjon Bayovan xalqaro so'chalik shirkati deb yemek ichmak qo'yi qatorliq ishlar bilan bu shirkatni angag'izib rasmiyatlarini bejirib qildi. Anadan keyin Bayovan markasida Imom Yasin sapasallari deb mening obrazimda o'zingizda markasi yo'qda. Jiyanim bo'lgandan keyin men qilmay qanday qilmay. Yana bu shu jiyanimning taklifi bilan men obraz vakili bo'lgan. Mana tabiiy ne'mat, cheksiz quvvat, unda lazzat, tanga rohat, yeb turganlar bo'lar salomat, tetib yaqin qilmas. Mana bu 450 gramlik. Bu necha pul? Ha, bu 75 qo'y. Rahmat, bugun quruq qol kelmabsiz-mi aka? Jiq gap qilib mensidan ketib qolmasin debsiz. Ha, 1 kilolik mana. 1 kilolik-ku. Biz 50 qo'y beramiz. Sap asalkanda aka bu. Sap asal. Hech qanday bir saqto'lab qilib qolsa 1ga 10 ni qaytaramiz juma. Unda olsa ekranda ko'rmanlarga bir tavsiya qilib qo'ysak bo'ladi ekan aka. Unda bo'lsa aka, 2021-yillik Ma'rifiy shirkati bor emasmi? Ma'rifiy shirkatiniki bir yurish mahsulotlarini biz sizga beraylik. Go'zal ayolingizdan texmo go'zal bo'lish uchun. Ha, biz sovg'atlik qilaylik, ma'ni biz ap qilaylik. Unda ilm berim qilib baqaylik. Bo'pti, 1ga 1. 1ga 1. Unda bo'lsa aka, programmaniki eng muhim bir bo'laklariga o'tib ketmoqchi bo'lyapmiz-ku. Turmushingizga munosabatlik yoki boshqa kasbiy jihatga ishlarga munosabatli savollar bor. Shularga bir rostchilik bilan javob berishingizni umid qilamiz aka. Unda bo'lsa, boshlayotgan birinchi savol, siz bu yil zodi qancha yosh? 48. 50. Kino salomat bo'lsin aka. Majanglikan. Chimpanzee beraymi? Bo'ldi aka, ikkinchisi undasa, siz ito sohasida kimni eng yaxshi ko'rsiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Men ito sohasida hammalarni yaxshi ko'raman. Ya, men yog'an gap bo'lib qoldi aka, bunda. Yo'q, unda bo'lmaydi. Ishtama? Hamma odam o'z xosligi bilan chiqadi. Hamma gulning purq yuzida. Hammasini yaxshi ko'rsiz. Hammani yaxshi ko'raman. Qaysini bakrak yaxshi ko'rsiz? Masalan, o'zimning ustozlarim bor, Odil Mujidkam deymiz, Chimpisi deymiz, degandek. Bu Shinjonda bizni yoqtirmaydigan artistlarim yo'q mening. Nemishga? Shular bo'lg'achqa biz bo'la olamiz. Vah, to'g'ri. To'g'ri aka, to'g'ri. Qo'lni tutganda qo'l bo'ladi. To'g'ri aka. Ma 5 barmoq nemish uzun qis qoldi. Ma 5 yil tang bo'lsa, jimi tutqan olmaydi-ku. Ma 5 barmoq o'g'achqa 5 yerdan qamab tutadi. Hammasinin kuchi o'z oldiga. Alayidlik o'zgacha.
Hakikaten tez derslik oldu bu ha. Onda olsa üçüncüsü, siz kaçıncı yıl toy kılgan? Ayalınız ve balalarınız doğruluk sözlep verin. Rast kılın Cumaka. Ben birinci toyunu 2000 yılı kıygan, ikinci toyunu 2011 yılı 2. ayın 13. günü kıygan. Kimni ağam? Kayınlamın kızına. İsmi neyim o? Rukiye. Baldırınız ki onda baldırınız. Ayşe hanımda bir kızım var. 7 yaş kirey dep kaldı. Bir lan. Hozirchi bir. Bo'lmabdi aka bu. O'tirishalik ko'rsatdi. Rahmat, unda olsa. To'rtinchisi, tamoq etishni bilamsiz, oilada anchamush tamoqmi etib qo'yamsiz? Bu tamoq etmaslik masalasi cho'ng masala emas bu yerda. Hamma odamning huquq doirasi bo'ladi-ku. Oshxona taraf degan ayollarning davlati. Davlatga xohlagan ish tajovuz qilib cheysak. Şuna hammadan o'zining qila oladiganini qilmiz chataq chiqida. Tamoq qila olaymi deb, shu unga suvni qo'shiblar, qozon pishirib chiqsak nima bo'ladi va? Hamma kasbni o'zining ahli qilsin. Mana shu bo'ladi. Shuningda go'zal. Rahmat. Rahmat aka, rahmat. Undan sonra keyingisiga o'tib ketdim. Esingizdan chiqmaydigan o'yin qo'yish jarayonidagi bir qiziqarli ishni deb bering. Itot o'ynayotgan vaqtlarda. Itot o'ynayotgandiki men 94-yili o'yin qo'yib Janubiy Shinjongga olib qoldik. So'ning bir naylari bo'lsa kerak. Kon oyoq dedik-ku, ya bir itot vatdi. Itot o'ynab etib, rasmiy kirishib ketmaman. Men oyoq setib olguchi, yana birisi oyoq sotquchi o'diga. Men xeydada. Oyog'dan chataq chiqib, men urishma desam bishmishim deyotgan, yoqlish rasmiy kirishib ketdim. Shu vaqtim shunday ishimga qo'ydim hadi. Basarga dedi. Bütün vücudum bilan kirishib ketibman-da, rasmiy. Buni biz his qildik-chumi aka, oboyma, ovozda tos qoldi demişlar, urib qo'yg'ila. Ondan səni düşkəndə oğutqucum, səni sən özümüzü kontrol et. Mağın dedim. Ana yaqa, ilqi üzümünü sən kontrol qılıbıraqsın da. Adam özü qılıbatqan iş qımda muhabbet oluş gerek. Manda qıb qoysa şu, manda болады, çao. Gerçi mening o'ynagan rollarim jiq qo'ymasimi, xalqqa ta'sir qilgan azroq kichik bir nuqtalari bor. Rahmat. Unda olsa keyingisi ha. Siz mush fursatda yosh aktyorlarimizga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Hamda har qaysi davrninki o'z loyig'ida bir gul bo'ladi. Turq bo'ladi. Shuning o'xsha yetishib chiqayotgan yoshlarimizni ayt obdan iqtidorli, istidodli, talantliqlarmi az emas. Bular tabiatda men degandek shu o'zining nima qilayotganligini bilish kerak. Ularga anda-munda deb deyish haqqimiz yo'q. Ammo o'zimiz qilayotgan ishning zot eng asosiy negizini tushunish kerak shu adam. San'atning asosiy roli nima? Asosiy liniyadan chetlash bo'lmaydi. Rahmat. Yani keyingisi aka, siz turmuşda başqalarga artistlik kibiringizni ko'rsatamsiz yoki shunday kishilar qanday qaraysiz? Qat'iy xushimmi yo'q shunday ishlaydi. Cho'lpon desam men uyutimicha bo'lmaydi. Hadi hurmatlik, yoki bo'lmasa bizning bunda deb bir cho'ng biladigan desak adam bo'lgan. Cho'lpon ba'zilarning atrofimizda bor hamda bizning kasbninki bu. Masalan, so'z tijoratning andamini pul topganlar va 4 odamning yana ketdi. Birleri gap qilsa, şeyxi qurib yutadigan, bunda men unda ish yo'q. Lekin men abay sizga degandek aka tunji qitim ma'nsiz ashta ta'sir bergan. Xulqingda masala bor. Yo'q aka, sizning og'zingizda masala bor. Ko'namaganning ishi bor. Buni oldida bir kelib pongda telefonda qilib, men bunda desam, shundaymi? Sana yok, ben işki yok dem. Ben açta gel kıldım mı aka? Sen koy, ne tüvencilik bile dedin ama. Aldım kit partılmaz mı? Körümeli hatta şunu kalmışsın, mene Aksaka'da kalmışsın. Hiç bilmesin. Rahmet aka, ondan size en ahırıq sual. Sual mı emeske bu talep-kendi. Siz pişqan ustaz yolu aktyor buluş süptanızlar naq maydanda bizge tayarlıqsız alda itot oynap bersiz. Endi ayacınızda basamısınız mı? Buli bir dücuma aka, aylıqında toqtan dep turmanmı? Pişqan dep turup emdi meni neymi demekçiyim de. Pişqanlığınızda biz neçe vaqtdan beri ekranda gördük aka. Mana bugün tek 100 liranı görüş şerifiga muyassar boldukçu. Qanda oludu bir adamni, qanda oynaydi bunu? Bundan burunmu biz yaxshi o'ynab kelayotgan aka. Masalan, siz ko'rib turgansiz, tayyorliqsiz o'ynaymiz aka. Nima kelsa kallimizga. Sholban keldi. Qarang, keling.
ma oyoq, mana ajoyib oyoq juma. Mana ters jinxurum. Ma dukunimizda jahrim faqat setilmaydi juma. Oyoqlarning sifati bir-biridan vahshiy payzi. Alamet lekin turab yiqma va tursangiz ajoyib payz puraydi juma ma. Qo'ngiz eshitmaydi. Oyoq degan mushunda oyoq. To'g'ri. Ma oyoqni vaqo kiyib qolsa deb tadqiqlashdagi ikki put qishkini ketadi. Unda oyoq oladiganlar shay. Gap nima satding menga? Nima gap mava? Baqqaligina ikki paytos qanday kiyman? Ma o'ng putning shundami? Ma o'ng putning shundami? Men nima kiyman? Ma rengi qarag'ina mana. Mayqazı yan birisini ekip basılsın. Ha, man ayağını yan birisi mana. Ayağını yan birisi mana. Şu. Ya, satqanda manda satıdı buni. Ha, manda satıdı ana. Ha, manda. Bulamdika. Qara aka. Ha, men qardim shu oyoq qiraverdim. Sen ne qarqabiyatda satqanda? Ha. Seni ko'zingga bir yog' to'lab qoldimi yo sen bir qora ko'rib qoldingmi qanday nima sen ha To'xta. Ma oyoqni mana ma oyoqni ma akamiz demakchi ma atganda ma bir jupni aptikan ma u tushdan keyin bo'lganda ma bir jupni aptikan bu ishkilesa ishkipi ma mashina maga tushib qopti tushib qolganidan keyin mashina qopti tushdan mal setib tushtumurunda ani setib kelganligi mushnaq yekpay oyoqli yurdi 139 135 berdi shuning bilan birsi yani jitib keymizmi yana birsi miyada yamab keymiz shu ma akamiz demakchi o'g'ini tushuntirmoqchi o'g'ini ma haqiqatan sifatlik demakchi bunda oyoqni kiyib qolganda chashqan doğrusu behojat chashqanning purqida shunday puraq chiqdimi oyoqni demakchi o'g'ini ma puraqni men sizga olib puratdim-ku ma haqiqiy xurimni deb beratdim Hozir nima ish ketma hozir poyezdan chiqib bir avtobusga chiqib o'ltirmoqchi bo'lganda yenimizni jiq odam bo'lib qolsa oyoqni bir satsak ses puraq dema deb ketdi-da yolg'iz qolamiz joyida mush oyoqni kelsa yaxshi puraq chiqdi Ben meyek ayak ağıl kirgenti bu uruştu da. Ayağını almayımız hem satmayımız hem birisi gibi vermeyimiz bunu. Kayla her çıkıysan cuma. Ben çıkıyorsun. Ayağını zaten alıdan ayıramaz mı ben de bu yayı? Aka mında gap. Ya abay ben ya abay Kada oldu. Vay be gap kovalay aka. Ma abay ben ayağını aldığı vakitte siz ayağını keydiniz ko keyde bastınız. Bir biye acı putonuzu kap tike. Ya şuraya koygan uçup kalgan kuşmandı buraya gel. Ben bir şey girip tansi oynamda bu uçup kaladığanga. Ya amdi deyme aka ma ayaqlama ikisi xatalashib qolganlar, lekin men mani almashtirib berman. Buni chataq, lekin oyoqdan suptida qat'iy masala yo'q. Oyoqni almashtiram da. Almashtirsam bo'ldi. Almashtiram da. Ras almashtirsa? Almashtirsam. Anda bo'lsa 100 linkini almashtir. Bo'ldi chataq. Unda bo'lsa aka 5 minut turing ha. Ya 5 minut turaman ben. Qani hozir nishad almashtir, bo'lsa ketdim men. Bo'lsa oyoqni nishad qanaqa talashtirib ya manda gap. Manda qizil aldamchi so'rdi ya lekin. Ko'gligini ko'z. Odam aka. Men oyoq setilmaydi. Ko'gli ko'z olmay qoldigan. Maaş qilib mening ko'glikimni ko'rsatib barsan. Senin qizmi? Ya manda gap. Ma o'zimning akisi yo'q bu, yomon qiziqchi. Shunda ana bilib dadbash tutgan bo'ldi. Shu. Ma kirgan me'morlarga, xaridorlarga biz alayda mulozimat qilganga bugun bir faoliyat qildik. Ya unday yo'q. Qizil aldamchi qip. Yolg'onchi. Qara, mushindalam deydi. Qo'ymichi bu. Qara, mushindalam deydi. Mushindalam. Bu boshqalar meni qo'yg'idaklar bu yerda o'tiraman. Ya seni qo'yatmaymiz. Ya bunaqal. Amaliyotda biz ma faoliyat qilayotgan o'zimni ma'lum faoliyat qildi. Bir paylasang bir payni qo'shib berdim avo. Ammo bir payga yek pay qo'shib berdi. Bu yak oyoq situal kirgan bu urushchidan o'tib ketdi. Ya. Sen manda oyoqni olsang umr bo'yi pishmon qilsa. Ma'mi olmaydigan nima ekan bu? O'tgan mushat qilgan maqadim mushat tushildi. Qani bak, o'sha yetib qolgan. İbrahim hozir keldi davo. İbrahim, naq malni satsang, naq malni sat. Yaxshi malni satsang, yaxshisini sat. Eskisini sata olsang, deb sat. Ya hozir munda deb sat. Haqiqiy ras gap qilsa, bo'lmasa hech nima satma. Ma'qul aka, u g'avolga gapni ras qilib setish kerak. Bo'lmasa, ma do'stimiz yarg'ini mana ikkisi o'xshash shundoq-ku. Bu yerda masala yo'q-ku, sizga yardi shundoq-ku. Shu moshni shu. Ya bo'lmaydi. Ma oyoq qarab turib ko'zimizga may to'lib qolgandek ana tuzimni eliyatsak bo'lmaydi deymi? Nerede tapqab bizga bekor kelganman. Men ketdi olayman. Ben yarim saat oylik kiraman men yerda. Sen zaten ras oyoqmi, saqt oyoqmi gap qilar. Ya aka rasga qilsam mana men abay isin yo'qlam almashtirib qoldim. Ya sen naqammi shu malni? Bilamiz malni keldi. Ya men aralarda o'xshamas qo'qqaga o'xshaydi. Sen oyoqqa maqsad. Men oyoqni so'zim malni hozir. Men oyoq olim deb kirib men urushda qarshi qoldim hamda.
Gap qila. Bizning mallarımızdan süpütüp naytı bek yaxşı hakikaten. Saxtılıqdimi? Yo'q. Sifatsizlikda yaxshimi? Hakikaten süpütüp gap yo'q aka. Bu haqiqiy timsoq terisidan yasalgan oyoqlar jo'q. Tiydim boshlangan toshqan terisi degina. Sizga faqat gap belgili bo'lmadi, lekin kechirim so'ray, men qayta almashtirib Ya beray. buni almashtirish bilan bo'lmaydi. Lekin sen mushunda oyoqni sotgan hamma odamdan kechirim so'raysan. Bu oyoqning sifati yaxshi emas ekan. Bu soxta ham nachar material ishlatilgan ekan bu. Bu hamma odamning salomatligiga ta'sir yetkazadi bunda oyoqni kiysa. Haqli bir ming japa topgan pulni mushunda ko'zini bo'yab, g'alat qilib satsang, senda bir ko'ngil bormi yo'qmi? Ha? Opa, sen mishad vaqirab turib, hamma xaridorni apostr andiki men ketimi. Ya akama. Qo'pon undan. Qildigan ishni qash qo'ytaga men asib ketib olaman. Qapımang aka, men aba izlab sizga shu supasizini berib qaptiman. Ma'lum ya boshqalarga shunda satdingmi? Qapımanglar. Ha, Söz gap qalbimiz bunday naqon unmaymiz. Qapımanglar do'stlarim, men izibdiman. Men oyoqni men o'zim oldinib berib qaptiman, men atli bormi? Hozirli bor. Aka siz qaytqashtiramsan? Ya, bana onu bilib ketman men. Ya buni setvitsi joyingni. Shunda qildi. Mani xalta qajlab beray 79 ko'y. Ishing ichitimi asib ketib olaman. Ey, qarab turib olamlig'andi. Ey, ko'zingga nima to'shab qoldi senlar? Men ket, ma'qul. Ha? Sen ketamsan? Sen ya ketma, ketma. Ya. Sizlar oldimda qaralashqirdi. Ha, bo'ldi. Endi biz ketdik. Sen qachoniki adam bo'lgan vaqtda men og'lik kelimi juma? Abla aka ash xaridabayda ajoyib qildingiz juma lekin. Ya bo'ldi. Sen-chu, mani 5 qo'yib yot. Nima? Şalban geldi. Rahmat aka, rahmat juma. Faqat gap bermayotgansiz ya siz aka bu itot o'yinsingiz. Sal to'g'ri bo'lmagan ishni ko'rganda o'tib ketamiz. So'pak. Rahmat aka, unda bo'lsa hozir kayfiyatni ko'tarish uchun bir ta'tir savol bosqichida bir bosqichni programmamiz chiqqancho. Faqat 4 savol so'rilgan, lekin 4 savol to'g'ri, beradigan javobingiz ta'tir holati bo'ldi. Unda bo'lsa aka, birinchisi, siz turmushda bak aka urg'u. Qatti. İkinchisi, siz bu Weixin, Douyin, Haozan, Kuaishou qatorliq moda bo'layotgan detallarning ichida qaysisiga eng 3? Hammasi. Hammasiga amroq. Amroq. Weixin xo'ringiz qancha? Üçüncüsü, siz uxlaganda ullikroq xo'rak totamsiz yo tuvarroq xo'rak totamsiz? Xo'rak degan tiriklikning nishoni. Ullikmi ammo? Endi uni xotnim deb bir. Eng og'irqisi, ma yomoni jumaka. Siz ayolingizning qanchalik darajada yaxshi ko'rasiz? Cheksiz. Oxiri Xotun o'z deb basin. baxtli oilangiz ko'z tegmasin jumaka. Rahmat aka, unda bo'lsa programmamizdagi endi bu men so'raydigan savollar bir tugab qoldi. Endi mushu kayfiyatni ko'tarish uchun bo'lib, ekrandagi ko'rmalarning kayfiyatini azroq bir tanishish uchun mushu o'yinni o'ynash bosqichini biz qo'ydik. Quloq tingshig'ishda qolib, so'z tepish o'yinini o'ynaymiz. Şalban geldi. Birinchisi, Ruqiya. Ruqiya. Jutun qaya dedi. Ruqiya. Ishqilib bir nima ka dedim. Ruqiya. Ruqiya. Meni xotinimning ismini debsan sen. Ruqiya. Bayavan. To'tulab ketirgan u. Ya, bayavan. Bayavan. Ba. Ra. Besh. Bayavan. Maralda işi to'rt bo'g'im. Ya, bayavan. Moral bir şey de. Bayavan dedim ben. Gap qila.
Marfiye. Bu anlavatamsa kaya. Ayakçı. Ayakçı. Qaytırgina canlıq mında. Ayakçı. Ayakçı. O nima o? Anısı, balısı. Azraq yıkılaştınız ikine. Ovoz bek küçükmü? Azraq yıkılaştınız. Ayakçı. Ha. Ovoz degandek bir gap qilding ha. Ayakçı. Azi. İyi. Xata. Biz birisini topamiz ya. Eng axirqi birisi. Dörtgen qon. 5. 中国人. Sonokon dedingmi? Yomon shoshib o'zi ketganmi ava? Man Beijing qolsa qilgan mani. Nimish qilyapsiz bunda? 中国人. Nem soydarısı. Tapamadınız. Muallim. Mutallib. Muallim. Musallas. Zabımın bu. Muallim. Mulla. Molla metal dine atay. Mullallash. Pepeşli. Nimo bilemedim. Muallim. Bu kalem. Kalemi kim tuttu? Muallim. Muallim mi? Haselçi. Eysacan. Haselçi. Haselçi. Bu. İncinir. Ha? İncinir. İntegr. İntegral. Ağzı boş kılıp ettim hava. Abi Amdaga çakada. Başka tataymış müzikine. İncinir. Engineer. Oo. Yap koydu. Ürümçi. Ürümçi. Oo. Ang axırqısı. Abduveli. Nima? Abduveli. Töt boğum bo'lib ketdi bu. Abduvali. Bilib kelsan. Abduvali mi? To'g'rimi? Ay mag'na ya. Ma müzikini boş koyduk ya ma. Voy ya. Mana anlamadım ha muzika. Chiqmayman topdim. Yo'q, ish qilib ezib topdim. Shunday tutdim aka. Tutib oldimmi? Qanda? Tutdiroq yaqin kelding tiqi. Yo'q, tutdim aka 5 tanga to'g'ri topdim jumaman. Shundaymi? Qayla? Qina bo'pti deb turlar. Abayqa bizning deyishkinimiz bo'yicha futdoq olib qilib berdi emasmi? Naqshidan bir Abay rasa shu maktab hayotini eslab men naqshiga, men naqsh bo'laman deydigan bir oqibat edi. Shu naqsh bo'lamanligi gibi ma. Udarga faqat tushmaydi, udarga tushmaydigan naqshlarni faqat anglab baxmidiq shu bas. Yo'q. Mush tanda bo'ladi o'shda naqshlar. Bak yaqimsiz bo'ldi. Neslan. Ishqilib abiyatni sen musallas chiqindek to'laydi. Unda olsun naqshini chiqarib olsakmi, lappar o'ynayman dedingizmi aka? Unda bo'lsam, hozir shu yenshanlarni tayyor qilsak, bir maydon lapparga imshadi xolgan bir qizni tortib. Sen o'ynab olma cho'kchapri. Men ustodimsizmi? Siz. Hozir uftag'al nocha. Ustuvasing chataq. Aka yumurdak bir narsa olsun so'zlab bering. Ya deb qo'ymaydi ekan. O'ylab qo'yang desang shuni qarta endi bir ish. Hozir naq maydonda kolonsiz keldigini bek payz oldu. Ha bo'libdi. Anda bo'lsa 2000-yil naq bir boshdan o'tgan bir gapga. Ha. Ash yetganing oldida o'daldi deymiz, shu yerda bir do'kon bor, deshadi. Cho'ng akamning kichik o'g'li tug'ilib 2 yoshga vaqtlar edi, endi 20 yoshga vaqtlar. Bu jiyanimga endi kemag'ash ketay deb qoldim-da, bir xizmat bilan shu Qashqarga boraman. Qish mezgili. Berib, ko'rib
Şaldamı gözüm çıkıp kaldıca. Kıymetmiş mi? Emez yani. Tabii baha taşıp koyduğu işimiz var. Soğudu diyenin yarışı kadar. Şunda çırağız göründü. O kaç pahalı? 5 koy dedi. Oştağım talaştı. 5 koy degenden keyin ben de baha taşıp koyman var mı? Yarışı kadar. 5 koy depti bir 2 koy vereyim ha. Sen da kalet kim kaldılar dedi balamga. Balların koyun çapını var mı? Ne dersin? Teatro edip getirip koysunlar. Biraz boğaşmak ama. Bir vazgeçtim bulavatkan gap değil mi? Ay onun nimdidan az kaytıp gel kalan ses. Gap kıyın olmaydı. Ha baldı dedi o asa. Aslında 3 koy mu demeptim hiç ama ben gireyim. 3 koy dedim bilmiyorum ne. Bir koy demek ki nasıl koy. Balların koyun çapını var mı dedim. Bağırsam teatro edip getirip koysunlar. Rahmet aka. Unda basaka hazır naq meydan qadam tashirib qolgan güzel qizlarimiz, kelishgan yigitlarimiz bor. Bularning so'raydigan savollari bor aka sizdan cho'qimlam. Bir fursat bersak bir so'rasa, astoydil javob berishingizni umid qilamiz aka. Aldi bilan top vakildi boshlamdi. Bir torishimiz debdi aka miş odatda ekrandagi etotlaringizni ko'rishimcha siz achchig'i yomon ashtarolag'il chiqsiz odatga turmushdimi mishda achchig'i yomonmi Odatda naytdi shuni aksichaman. Üzem naytdi mehribon deb atayman. Biz bilan yaqin munosabatda bo'lib, yaqin orliqdan uchrashib, sirdishib, do'st bo'lishib o'tganlar bir-birimizni obdan tushunishimiz. Endi shunda ko'rinadigan dema balkim. Shunda qapig'i yomon. Endi itotlar masalasiga kelsak, har bir tamoqning o'z loyiqi ta'mi bilan farq bo'lganga o'xshab, shu itotlarning shunda bir alaylik shu kelmasa, avtaz bir tepmaydigan yeri bo'lib qoldi ekan. Demisi bunda savollar ko'p tushgandan o'ynagan itotlarni ko'z oldimga keltirib baqdim. 93-yildan boshlab saniga chiqib bir chechilg'il turibdi ekanman. Shunda qilib Moşu iş qilib bir xapılık var. Özü işini xapıp qoymayman qo'yamman. Ay xap qiladigan ishlar var meni. Unda turmush faqat unda emas aka. O xapılımım normal tursam. Abi dal aksicha dedingiz-ku, lekin muloyim taraflaringiz Albatta. Unda gap so'zim sal qo'polroq chiqqan bilan u uy kirsangiz shamolingiz pakaydi. U yerda bo'ron qaylanadi. Shamol bo'ron qaylanadi. yana bir torishimiz debdi aka burun ekranlarni ko'rgan vaqtida sizning chechingiz qisqdi. Hozir tuyuqsizlik o'sib qoldi bundan sabablimi? Shu daraxt o'sganga o'xshamdi shu 1 yilning yaqin mama chechimni yasatgan sotash do'kon ochma. Shunda yastay deb basamli yo'q. Shunda yastay deb basamli yo'q. Ondan keyin andin ma ishlar bilan uydan chiqmay armib ketdik necha oy. Shunda qo'yitib qoldim. Lekin yarishibdi hujum aka. Texmi güzel. Rahmat. Çeç yok ağalarımızın qattiq ko'ngli ekanmiz deb bo'ladi. Aka yana bir torishimiz debdi. Apay anlashimcha siz Marvel Bishda 7 yil xizmat o'tadim debsiz. Shu jarayonda nima ishlarni qildingiz? Abiyatimmi deb yutib ketgan hamda 96-yili 5-oydan boshlab 2000-yil 7-oygacha Marvel Shinoylik radio televiziya idorasida muxbir bo'ldim. Diktor oldum, ondan televiziya taqtish bölümünde uyada ishladim. Bu jarayonda biraz 50 parchaga yaqin xabar maqola yozib, har turli matbuotlarda e'lon qilganman. 2000-yil 7-oydan 2002-yili oxirigacha Maralash Noyilik san'at tumagidan kelib o'mak boshliq bo'lib shu yerda xizmat qildim. Vau. Şu işlerle aldıraş oldunuz. Bu jarayonda anadikin biz resmi, haqiqiy aşı yez turmuşa to'liq cho'kib, dadi, kent, aşı mahallagicha. Mush Cumhuriyetimizning eng yiroq kentlarigacha bizning nay tavallik edik. Aşı kentlarga berib o'yin qo'ydik. 2 yil jarayonida biz 180 mingdan yaqin o'yin qo'ydik. Bu Maralash Noyilik san'at umumi tarixidagi bir rekord. Bugun mana shu Cho'lpon keldi programmasi orqali siz bilan yuz ko'rishganimda shunday xush bo'ldim. Bilgim kelyapti. Siz mana shu xizmat bilan egilik tiklab o'tibsiz emasmi? Shu ikkisining o'rtasidagi munosabatni qanday tanishib apmag'atsiz? Anondan keyin mana shu ijtimoiy aloqa jihatda, masalan, boshqalarga muomala qilish jihatda qanday muomala qilsangiz, masalan, mana shu tijoratingizga, sizniki mana shu kasbingizga foydasi bo'ldi degandek shu ishlarni bilgim kelyapti. Men ham eng avvali hozir Shinjon radio kino televiziya tarjima markazining ovoz artisi. So'd ishiriga andimda shu jiyanimniki bir taklifi bilan, atrofimizdagi o'bularniki taklif qilishi bilan, tavsiyasi bilan 8 yil bo'ldi ham shu asalchilik ishlariga kirishib qoldik. Tijorat bilan xizmat o'tirisidagi bir ziddiyat albatta bo'ldi ekan endi.
xizmatni tashkilni o'rinlashtirishi bo'yicha obdan yaxshi ishlab, ishdan sirtqi vaqtda xizmatga qat'iy ta'sir yetkazmagan asosda, lekin bu ishlarga jiyanimniki aniqlaylik, aniqsaq degandikin adab bunga men o'zim yo'l ko'rsatib, maslahat berib, mush orqali qilib ketib boramiz. İmamka yaxshimsiz, bayatnaq tijorat to'g'riliq bizga shu asbomaga bilim ato qildingiz. So'rab baxsam, kesib kirishdan burun yo kesib kirgandan keyingi eng xushaliqishingizni, eng afsuslanishingizni bir bilib baxsak. Endi rasmiy imtihon berib kirgandan keyinmi shu Shinjon san'at shu yaniga. San'at hayotimiz boshlandi deb qaraydi ekanmiz. Bu jarayonda endi afsuslanadigan ishimiz deb o'ylab kelsam, faqat yo'q deb o'ylayman. Faqat afsuslanadigan ish deganda ham bunday o'ylab falan rolni mandarak algan bo'lsam-chu. Ma'noda mandarak bir qilgan bo'lsam-chu deb shu bir odamning vujudi bo'lgan bo'lib ketgan. Bo'lmasa asosan endi san'at bizningki hayotimizga ma'no berdi. Bizning borlig'imizni bermadi, bizga ma'no berdi. Xushallik ato qildi. Hayotimizning bir qismi xolos. O'zimizning shu qilayotgan san'at kasbimiz orqali o'zimizning ijtimoiy o'rnimizni tikladik. Xalqimizningki bizga ko'ngil bo'lganiga, muhabbat berganiga chin yuragimdan tashakkur aytaman. Rahmat imomka. Qilib bugunmi naytı bir yaxshi bir ahmiyatli bir san bo'ldi deb o'yladim men. Bugun shu qimmatli vaqtingizni ajratib, shu qadam tashrif qilib berganingizga, ishchingizdagi shu so'zlaringizni oshkorlab berganingizga rahmat aka. Biz bek suyundik. Buningdan keyingi mayli san'at ishlari bo'lamdi, kasb ishlari bo'lamdi yoki tijorat ishlaringiz bo'lamdi, texmi bek avjiga chiqarib rivoj tepib ketishingizga tilakdoshligimizni bildiramiz aka. Biz sizning eng yaxshi qo'llovchilaringiz deb o'ylayman. Bir vaqtlarda bir mezgil o'tgandan keyin yana bir qayta mushsanimizga qadam tashrif qilib, ko'rinmalarga va bizga yangidan boshqacha bir temalar ustida bir aktiv energiya taqatishingizni saqlaymiz aka juma. Bo'ladi. Shuni umid qilamiz. Bo'ladi. Fursat kelganda men xizmatdoshlarimni ekilib kesib tashlanichu. Hamisha o'ltirib bir ovoz to'g'ri qilib berishamiz. Rahmat aka. Sizlarga ko'p rahmat. Bugun bu Cho'lpon keldi programmamiz orqali otash yurak xalqimiz bilan bir didorlashtirganlar ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarning ishlaringlarmi yaxshi bo'lsin. Mush programmada aka burun ko'rgan vaqtingiz qandaroq his qilgandingiz? Men asosan programmalarni o'tkazib ko'rmoqchi. Biznikini mashta qildingiz. Dastlab ko'rgan. Ko'ryapsam jiddiy so'zga chaqirib ishxonada o'tirib ko'rgan, kirib ketgan. Dastlab boshlangan vaqtlarim bor. Keyin bir yil uxlab qoldim. Undan keyin asosan endi shu san'at sohasidagi kasbiy ish izlarini deydigan programma ekan. Bizniki xalqimiz shu sahnada ko'rilgan, ekranlarda ko'rilgan, o'z yaxshi ko'rgan artistlar san'atkorlarniki shaxsiy turmushiga ko'proq qiziqdi. To'g'ri. Bu alaydilik, bu butun o'rtaq bu dunyo miqyosidagi o'rtaq ish bu. Endi bizni shunchalik o'ringa chiqarib, shunchalik bir hurmat, izzatda akamizniki mush kashmishlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashsak deb buni qilibsizlarni aytib ko'p rahmat. Endi shu programmaning ijtimoiy ta'sirini aytib obdan bo'g'ini uchun bizga rahmat deb sening huzuringga keldik. Rahmat aka. Xo'sh olduk aka. Programmamizda 2021-yillik tajdorligini alayda qo'llagan shirkat bo'lsa, Shinjang Marfi xalqaro savdo shirkati alayda qo'llagan. Go'zalligingizning simovli Marfida namoyon bo'lg'isi. Marfi. Xo'sh, uningdan boshqa programmamizning riyosatchilarini kiyimini qo'llagan shirkat bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyat shirkati alayda qo'llagan. Bovladi Miras tog'dak qomatga qiyas Miras kiyimlari. Uningdan boshqa yana bugungi alayda takliflik mehmonimiz İmam Yasin efendimniki yangidan tutayotgan shu mahsulotlardan birisi bo'lgan bayovan asalchiligi mo bugungi san programmamizda kambos bo'lmaydigan bir mahsulot bo'lib qoldi shundaq aka. Buni setib olish uchun keyindagi ishkilik kodni skanerlash orqali ham qolgan vaqtda qolgan joy setib olib bo'ldi-ku. Bo'ldi. Demak, ko'rmalarimizni bilib oldi. Mening hozir 20 ga ketib bordi hozir. Darhol programmadan tushiblam aka. Yavamisan bo'lmaydi, shuni darhol oxirlashtirib aytamdi. Bo'ldi.
Yana bir qatim rahmatimni bildiraman aka. Bundan keyingi har qanday ishlaringizga zo'r utuq, muvaffaqiyat tilaymiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz oxirida degan deydiganimiz shu. Rahmat aka. Rahmat.